Yangi BYD chempion mashinasiga faqatgina kerakli xizmatlarni ko'rsatganmiz. Video oxirigacha ko'rsanglar, hammasi bilan tanishtirib o'taman. 35 talik ultrafit tonirovkalardan olib berganmiz. Ichidan yop-yorug' yo'q deb turadi. Salon laminatsiyalarini qilib berganmiz. Ko'rib turganingizdek, matvisdan qilingan, ancha xizmat qiladi, bor yo'ligi bilinmaydi. Salon interyer qismini broni plyonkalarni qilib berganmiz. Yaltillab turadi, ko'ryapsizlar, yaltillab turadi. Buni ichiga monitor bilan tablo ham kiradi. Paroklarni, uстановkalarni qilib berganmiz. Paroklar yo'q edi. Parok uстановkalarni imamekka eshik chetiga loy sachlamasligi uchun eshik brezgaviklarini va обычный brezgaviklarini, uстановkalarni qilib berdik. Hamma ishlari bitta joyda bitib ketyapti. Agar sizda ham yangi mashinangiz bo'lsa, o'zimizga olib kelsanglar, mana shu idealniy qilib ishlarni bitirib beramiz. Ham mashinasi bu yoqda, hamni ozgina DDP bo'lgan. Bularni polirovka qilamiz. Mana bu ham ozgina chizuvlari bor. Bularni ham polirovka qilamiz. Qushi dog'lari bor. Polirovkalarni qilib, mashinamizni polniy salon laminatsiyalarini qilib beramiz. Bunga mashina hali yangi salon laminatsiyalar qilinmagan. Polniy lyuks paketda buni ham salon laminatsiyalarini salon interyer qismini broni plyonkalarni qilib berganmiz. Mana uje chizilib ketgan, ko'ryapsizlar. Sizlarda ham shunaqa bo'lmasligi uchun o'zimizga olib kelsanglar, shiylarni chiroyli qilib bitirib beramiz.